Afsonalarga ko'ra, Buxoro amiri Nasrullohxon o'ziga yozgi qarorgoh qurdirish uchun shaharning 4 tomoniga go'sht ildiradi. Uzoq vaqt aynimay turgan hududda yozgi saroy qurilishi boshlanadi va saroy uchun eng bahavo hudud tanlanadi. Yozgi saroyning asosiy binolari so'nggi Buxoro amiri Said Olimxon hukmronligi davrida qurilgan va shu davrdan boshlab saroy majmuasi yangi va eski saroyga ajratiladigan bo'lgan. Sitora Moxos saroyi Buxoro so'nggi amirlarining yozgi saroyi bo'lib, sitora ya'ni yulduz, moh, oy. Oyga oy monand yulduz degan ma'noni anglatadi. Yozgi saroy 1911-18-yillarda 7 yil mobaynida qurilgan bo'lib, amir davrida 10 gektar umumiy maydoni bo'lgan, hozirgi kunda 7 gektar atrofida 6,7 gektarni tashkil etadi. Saroy majmuasining umumiy maydoni 6,7 gektarni tashkil qilib, chorbog', qabulxona, kanizaxona, ko'shk binolaridan tashkil topgan. Ichkari hovlidagi saroyning asosiy qismi P harfi shaklida 1912-14-yillarda barpo etilgan qabulxona binosi bo'lib, uning g'arb tomonida oq xona, xonai safed, dahlizxona, xobxona, naqqoshlik bilan ishlangan kutish zali, janub tomonda esa oynavanli ayvon, choyxona, ziyofatlar zali, mirzaxona va shaxmat xonalari, shimol tomondan hashamatli ayvon joylashgan. Xonai safed yoki oq uy Sitora Moxosi saroyining eng ko'rkam betakror xonalaridan biri. Bu yer amirning qabulxonasi bo'lgan va amir bu yerda turli mamlakatlardan kelgan mehmonlar, elchilarni qabul qilgan. Saroyning ikkinchi binosi 1915-yilda bunyod etilgan Xonai Hasht 8 xonali ko'shk mehmonxona binosi hisoblanadi. Amirning yozgi saroyi uchun o'sha davrda dunyoning turli mamlakatlaridan eng qimmatbaho mahsulotlar maxsus olib keltirilgan. Masalan, mana bu chinni qoplama Fransiyadan olib kelingan va bu maxsus amirning ayollari va onasi uchun ishlatilgan xonada bezak sifatida foydalanilgan. Saroy majmuasidagi navbatdagi binolardan biri 1918-yilda barpo etilgan kanizaxona va yozgi ko'shk ham yuksak me'morchilik san'ati namunalaridan. 2 qavatli bu bino amirning shaxsiy hayoti bilan bog'liq bo'lib, unda hukmdorning kanizaklari istiqomat qilishgan. Saroyning yana bir saqlanib qolgan binosi bu ayollar binosi deyiladi. Bu yerda amirning shar'iy ayollari va onasi istiqomat qilgan va ko'rib turganingiz ayvon esa binoning eng ahamiyatli bo'laklaridan biri. Bu yerda maxsus nonushtalar yoki bayram dasturxoni atrofida o'tirgan ayollar Buxorodagi eng katta hovuzni tomosha qilishgan. Har uchala binolar ham pishig'ishdan qurilgan bo'lib, eshik va derazalari yog'ochdan ishlangan. Binolarning tomlari mayda temir tunukalar bilan yopilgan. Bino qurilishida o'sha davrga xos Yevropa va Sharq uyg'unligini kuzatish mumkin. Moxosa saroyi 20-asr boshlarida qurilgan va bizgacha bor jozibasi bilan yetib kelgan tarix elchisi.